xemir yoğurup alamiz. Xemir yoğurganda obdan ishlab yaxshi tindirib olishimiz lozim. Al-Nuri organik buğday unini ishlatganda suv va tuzni astoydil tengshash, xemirga ko'proq ishlab muvofiq tindirish orqali xemirning ezilib ketmasligiga tabiiy kafolat qilindi. Pishqandan keyin tabiiy buğday puroqlik ham yeyishlik va singishlik bo'ldi. Xemirni yoğurup bo'lgandan keyin unimiz atrofida obdan yepib tindirib olamiz. Go'sht, piyozni shoh chanaymiz. 5 gram tuzrak limon suv quyib, go'shtni qo'shamiz. Ve piyozni solib, 4 gram zira, 4 gram qarmoq solib, barmaklarni piyozli ekşiye aralashtiramiz. Al-Nuri ullari xalqaro ISO sifat boshqarish tizimining guvohligidan o'tgan yeshil yemeklik.